Do'stlar, bu darsimizda sizlar bilan nukleik asidlar, ya'ni nuklein kislotalar haqida gaplashamiz. O'zi nuklein kislotalar bu makromolekular tarkibiga kiradi. Ya'ni 4-makromolekula biz sizlar bilan o'rganayotgan, ya'ni nukleik degani, bizda nukleik degani bu found in the nucleus, ya'ni yadroning ichida joylashgan degan ma'noni bildiradi. Acid degani bu bizda kislota degan ma'noni bildiradi. Qani tiplari bor bizda, ikkita tipi bor, ikkita turi bor nukleik asidlarning. Birinchi turi bu DNK, ingliz tilida DNA, deoksiribonukleik asid deb ataladi. Ikkinchisi bu RNA, ribonukleik asid deb ataladi. Ya'ni ikkita vakili bor, RNA hamda DNA bu nukleik asidlarga bizga misol bo'ladi. Xo'p, nukleik asidlarning ham mana meri bor. Bizda sizlar bilan ko'rib chiqqandek, lipidlarning mana meri gidrokarbonlar, xo'p, oqsillarning mana meri amino asidlar va nukleik asidlarning mana meri bizda nukleotidlar hisoblanadi. Ya'ni nukleotids bizda nukleotidlar, bu bizda nukleik asidlarning mana meri. Xo'p, nukleotidlar o'zi nimadan iborat? 3 ta muhim narsadan iborat bo'ladi nukleotidlarimiz. Xo'p, nukleotidlarni ko'rmoqchi bo'lsak, mana bu rasmga juda ham ko'p e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Nukleotidlar asosiy tarkibiy qismi bizda xo'p, birinchi navbatda fosfat gruppasidan iborat bo'ladi. Xohlagan nukleotidingiz birinchi navbatda fosfat gruppadan iborat. Va ikkinchi o'rinda bizda sugar molekulasi mavjud. Bu bizda sugar molekulasi. Hop, bu yerda ko'rib turibsiz. Sugar bizda ikki xil bo'lishi mumkin. Agar nukleotid DNK da bo'ladigan bo'lsa, bu nukleotid tarkibida qanaqa sugar bor desa, qanaqa shakar bor desa, siz deoksiriboz deb ataysiz. Agar RNK ni so'raydigan bo'lsa, RNK da qanaqa sugar bor desa, siz riboz sugar deb ataysiz. Va uchinchi navbatda bizda DNK da base bor, ya'ni base pairs bor. Azot asoslari. Base pairslar bizda har xil bo'ladi baselarimiz. Baselarimiz bizda bo'lishi mumkin adenin yoki guanin, sitozin, timin yoki RNK bo'ladigan bo'lsa, uratsil bo'lishi bu tabiiy hol. Buni barchamiz bilamiz. Xo'p, o'z navbatida baselarimiz ham, bizda base pairimiz ham ikkiga bo'linadi. Demak, birinchisi bu bizda pirimidinlar hamda ikkinchisi bu purinlar. Purinlarga nima kiradi desa, purinlarimizga adenin kiradi. Demak, ikkinchi vakili bu guanin, ya'ni adenin bu guanin birgalikda bizda purin molekulalar deb ataladi. Hamda sitozin, timin hamda uratsil. Sitozin, timin hamda uratsil bizda pirimidinlar hisoblanadi. Xo'p, e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, purinlarimizda ikkita halqamiz mavjud. Birinchi, ikkinchi halqa. Guaninlarimizda ham xuddi shunaqa birinchi va ikkinchi halqasi mavjud. Ya'ni bularda ikkitadan halqa bor. Bu degani DNK da eng ko'p joy oladigan base pair bu adenin hamda guanin hisoblanadi. Testda juda ham ko'p keladi. DNK da backbone hosil qilishda eng ko'p qaysi nukleotid joy oladiganimizda bizda adenin va guanin hisoblanadi. Chunki ularda ikkita halqa mavjud. Pirimidinlarimizda shunday ham bizda bittadan ko'p joy olmaydi. Sitozin, timin hamda uratsil bizda pirimidinlarga misol bo'ladi. Demak, nukleotidlar haqida hozir gaplashdik. Nukleotidlarimizda 3 ta asosiy tarkibi bor. Birinchisi phosphate group, ikkinchisi sugar. If it's RNA, it will be ribose sugar. If it's DNA, it will be deoxyribose sugar. And we have the base pairs, bases. 5 bases available. Uracil is only in the RNA. And timin is only in the DNA molecule. You don't have to confuse. Nucleotide components: sugar, phosphate group and nitrogenous bases. Va mana bu yerda nukleotidlarni ko'rishingiz mumkin. Bu bizda avvalambor hujayrada bizda nukleus mavjud va bu nukleusda xromosomalarimiz bor. Xromosomalarni biz unwrap qiladigan bo'lsak, hop, gistonlarga o'rangan DNK molekulasini ko'rishimiz mumkin va bu DNK molekulasi DNA molekulasida bizda nukleotidlarimiz mana bu yerda ko'rib turibsiz. Bitta nukleotidimizda va bu bitta nukleotidimizda mana bu yerda bitta nukleotidni ko'rsak bo'ladi. Bizda phosphate bor, sugar bor va base bor. Phosphate, sugar, base. Phosphate, sugar, base va phosphate, sugar, base ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda mana shu narsalar bizga bitta nukleotidni hosil qilib beradi. Hop, sugar, phosphate group, nitrogenous bases, adenine, timin, sitozin, guanin in the DNA, adenine, uracil, sitozin, guanin in the RNA molecule. DNA and RNA structure, the differences. DNA structure is a key to understanding the RNA, and the nucleotide bases determine the genetic code. We will talk about it a little bit later. Hop, nukleotidlarimizda tanishib chiqdik. Hop, adenin, purin, guanin ham purin molekulasi hisoblanadi.
Xo'p, sitozin, timin hamda uretsillarimiz pirimidinlarga misol bo'ladi. DNKdagi nukleotid strukturasi deoksiribos bor, sugarlardan fosfat bor. Bu ikkalasi bizga backbone hosil qiladi. Backbone degani bu bizda mana bu backbone, ya'ni bizda mana shu halqani hosil qilib beradi. Umuman olganda bizda DNKni ikkita muhim va zanjirini hosil qilib beradi backbone. Backbonega agar DNKni backbone'ini aytib bering aytishingiz kerak, fosfat hamda bizda sugar deb aytishingiz kerak. Qaysi sugar desam, deoksiribos. DNAda backbone'ini ayting deyilganda fosfat hamda deoksiribos deb javob berish kerak. RNA deyilganda bizda fosfat hamda ribose sugar deb aytamiz. Nitrogenous bases ga misol adenin, timin, sitozin hamda guanin. Bundan tashqari DNA structure in the double helix ko'rib turibsiz, mana bu backbone. Bu bizda DNA molekulasi, DNK molekulasida bizda fosfat hamda sugar backbone hosil qiladi, ya'ni zanjirimizni hosil qiladi va bizda o'rtada base pairlarimiz mavjud. Base pairlarga adenin hamda timin misol bo'la oladi. Umuman olganda bu DNK strukturasi 1953-yilda Watson, Crick hamda Franklin tomonidan kashf qilingan, ya'ni ikkita zanjirlik bizda DNK molekulasi. Xo'p, bundan tashqari adenin timin bilan doimo komplementar. Adenin bizda doimo timin bilan keladi, guanin bizda doimo sitozin bilan keladi. Adenin hamda guanin bizda purin asoslari hisoblanadi, timin hamda sitozin bu bizda pirimidin asoslari hisoblanadi. Bu bittagina nukleotid, bu ikkinchi nukleotid, bu uchinchi nukleotid. Xo'p, undan tashqari keling base pairing haqida gaplashamiz. Base pairing degani bizda umuman olganda adenin doimo timin bilan base pair qiladi, ya'ni juftlashadi. Adenin doimo timin bilan juftlashadi. Guanin doimo sitozin bilan juftlashadi. Bu narsa juda ham muhim. Xo'p, bu complementary strands deb ataladi. Ya'ni adenin is always complementary to timin. Adenin doimo timin bilan to'ladi, ya'ni ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Guanin always comes with cytosine in the DNA molecule. Xo'p, agar bizda DNK deb oladigan bo'lsak, bu DNK molekulasi agar bir qismda adenin, timin, guanin bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qismda unga komplementar joylashadi. Adeninning qarshisida doimo bizda timin bo'ladi. Timinning qarshisida doimo bizda adenin bo'ladi. Guanin bo'ladigan bo'lsa, guaninning qarshisida doimo bizda sitozin bo'ladi. Mana shu narsa komplementarity deyiladi. Ya'ni guanin doimo sitozin bilan keladi, adenin doimo timin bilan keladi. Adenin hamda timinning orasida bizda ikkita hydrogen bonds bor. Guanin hamda sitozin orasida bizda 3 ta hydrogen bonds bo'ladi. Keling mana bu yerda ko'rib chiqsak bo'ladi. Hop, bu bizda backbone, bizda fosfat bor, sugar bor hamda bizda base bor. Umuman oladigan bo'lsak, bu bitta nukleotid deb oladigan bo'lsak, sitozin nukleotid oxirida sitozin bilan tugayapti. Bu yerda esa bizda guanin bilan, sitozin hamda guanin orasida bizda bitta, ikkita hamda 3 ta nukleotid, ya'ni 3 ta hydrogen bonds bor bu nukleotidlar orasida. Umuman olganda bu yerda timin hamda adenin orasida ikkita, ya'ni adenin bilan timin orasida ikkita hydrogen bond mavjud. Sitozin bilan guanin orasida 3 ta hydrogen bond bo'ladi va hydrogen bond ikkita zanjirni bir-biriga bog'lab turadi. Bu zanjir bilan ikkinchi zanjirning orasini hydrogen bondlar, ya'ni vodorod bog'lari bog'lab turadi. Xuddi mana bu yerda ko'rib turganingiz singari ikkita zanjirni bir-biriga vodorod bog'lab turadi. Vodorod bog'lari bog'lab turadi. Xo'p, antiparallel strands, ya'ni bir-biriga qarama-qarshi parallel joylashgan bo'ladi DNK zanjirlari. Umuman olganda DNKning birinchi zanjiri bu trayektoriyaga ketadigan bo'lsa, xuddi ikkinchi zanjiri unga qarama-qarshi trayektoriya bo'yicha harakat qiladi. Ya'ni hech qachon bir xil yo'nalishga harakat qilmaydi. DNK molekulasi hech qachon bir xil. Bu juda ham xato tushuncha. Umuman olganda bunisi to'g'ri tushuncha bo'ladi va bu antiparallel strandslar hisoblanadi. Har bitta DNKning uchi 5 prime hamda 3 primedan iborat bo'ladi. Umuman olganda bu primelar fosfatda umuman olganda sugarga bog'langan qismlar, ya'ni 5-halqaga joylashganligi uchun biz uni 5 prime deymiz. Ya'ni fosfat bog'larini 5-raqamli
uglerodga, ya'ni sugardagi 5-raqamli uglerodga bog'langanligi uchun aytamiz. Bu yerda xuddi shu fosfatda 3-raqamli uglerodga joylashganligi uchun, uglerod molekulasiga joylashayotganligi uchun buni 3' deb ataymiz. Umuman olganda DNK molekulamizni bitta qismi 5' bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu qismi tugaydigan qism bizda 3' bo'ladi. Va unga qarama-qarshi qism 5' bilan boshlanadigan bo'lsa, qarama-qarshi bizda zanjir bir qismi 3' bilan tugaydi. Umuman olganda bitta zanjiri 5' bo'lsa, ikkinchi xuddi shu tomoni 3'. 3' bo'ladigan bo'lsa, xuddi qarama-qarshi tomoni 5' bilan tugaydi. Xuddi shunaqa davom etib ketaveradi DNK. Hop, bu yerda ham ko'rib turibsiz, mana bu oq strand bilan ajratish uchun oq qilib belgilangan. Oqni boshlanishi 3', tugashi 5'. Bo'lganda bunisi tepa qismi 3' bilan boshlanib, bizda 5' bilan tugayapti. Xuddi shunaqa fosfatni karbonga bog'lanish qismiga qarab biz 5' yoki 3' deb ataymiz. Bir-biriga qarama-qarshi harakatlanganligi uchun shunaqa qarama-qarshilikni ko'rishimiz mumkin. Ikki chekkasida 3' qarama-qarshisida 5' turishini ko'rishimiz mumkin. Yana bitta narsani ta'kidlash joiz. Bu bizning bitta nukleotid hisoblanadi. Agar bizda DNK molekulamizda bu yerda hisoblasak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta nukleotidimiz bor. Umuman bizda 12 ta base pairimiz mavjud. 12 ta base pair bor degani bizda 12 ta nukleotid bor degani bu DNK molekulasida. DNKda ikkita zanjir bo'lganligi uchun bu birinchi zanjir, bu ikkinchi zanjir deb oladigan bo'lsak, bitta zanjirida 6 ta nukleotid bor. Bizda bitta strandda 6 ta nukleotid bor. Umuman olganda. Keling hisoblaymiz. Bu 1, 2, 3, 4, 5 hamda 6 ta. Demak, bitta zanjirda bizda 6 ta nukleotidimiz mavjud. Ikkinchi qismda ham xuddi shunaqa 6 ta. Bizda savol bo'lishi mumkin. Nechta bizda fosfat bor? Nechta fosfatimiz mavjud? Ko'rib turganingizdek, bizda 6 ta bo'ladigan bo'lsa, nechta fosfat bor? Keling sanaymiz. Xo'p, har bitta nukleotid har bitta nima deydi, sugar molekulasiga, umuman olganda bu yerda bitta hamda ikkita sugar molekulasiga bitta fosfat to'g'ri keladi. Bu yerda nechta sugar bor? 1, 2, 3, 4, 5 hamda 6 ta sugar. 6 ta sugarimizga nechta fosfat kerak? 6 ta sugarimizga 1, 2, 3, 4 hamda 5 ta bizda sugar bo'ldi. Umuman olganda 6 ta sugarga 5 ta fosfat to'g'ri keldi. Demak, bitta tomonda 5 ta fosfat bor, ikkinchi tomonda ham xuddi shuncha 5 ta fosfat bor. Umuman olganda fosfatlarimiz soni 10 ta bo'ldi. DNKda fosfatni topishimiz uchun total nukleotidlardan ayiramiz 2 ni. Total nukleotid 12, 12 dan 2 ni ayirsak, ya'ni bir tomonda bitta kam, ikkinchi tomonda ham bitta kam bo'ladi. Umuman olganda jami bizda 10 ta fosfat guruh mavjud. Nechta sugar bo'ladi desa, sugar bizada nima bilan teng? Sugar base pairlar bilan teng bo'ladi. Xo'p, nechta base pair bo'ladigan bo'lsa, 12 ta base pair, demak 12 ta sugar molekulasi mavjud. Hydrogen bond so'rash mumkin. Nechta hydrogen bond? Umuman olganda nukleotidni sanaymiz. Bizda adeninlarni birinchi sanaymiz, chunki adenin timin orasida bizda ikkita vodorod bog'i mavjud. Bitta adenin, bitta timin, bu degan ikkinchi. Adenin yana bor 3. Demak, 3 ta adenin timin bor. 3 ta adenin hamda timin bor. Agar uni 3 ta 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak bizda 6 ta vodorod bog'i bo'ldi. Keling guanin sitozinini sanaymiz. Guanin bizda bitta, 2 ta hamda 3 ta. Demak, 3 ta guanin hamda sitozin mavjud. Demak, 3 ta, ularning orasida 3 ta vodorod bog'i bo'lganligi uchun 3 ga ko'paytirsak 9 ta. Hop, 9 ni 6 ga qo'shadigan bo'lsak, bizda jami 15 ta hidrogen bondlarimiz mavjud bu molekulada. Hop, imtihon uchun bilish kerak bo'ladigan narsalar deyarli mana shulardan iborat edi. Hop, undan tashqari base pairing haqida gaplashdik. Adenin doimo bizda timin bilan base pair bo'ladi. Adenin doimo bizda timin bilan base pair, sitozin doimo bizda
guanin bilan base pair. Sitozin hamda guanin orasida bizda 3 ta hamda timin hamda adenin orasida 2 tadan hidrogen bond bor. Purinlarga misol qilib adenin hamda guanin 2 tadan halqasi bor DNKda eng ko'p joyni egallaydi. Pirimidin, ya'ni DNKni backbone'ini, zanjirini eng ko'p qismini egallaydi. Zanjirini aytgandik sizlarga. Zanjiri homogena DNK molekulasining eng ko'p qismini purinlar egallaydi hamda pirimidinlar timin hamda sitozin. Buni razmeri katta pirimidinlarga qaraganda. Hop, hidrogen bond haqida gaplashdik. Timin hamda adenin orasida 2 tadan, guanin hamda sitozin orasida 3 tadan hidrogen bond hamda ularga bittadan, masalan, adenin bizada base pair bormi? Demak, sugarimiz mavjud. Bu deoksiriboz, chunki bu DNK molekulasi, tashqari fosfat bor. Ko'rib turganingizdek, 2 ta sugar orasida bittadan fosfat bor. Sugar orasida bittadan fosfat bo'ladi. Bu yerda ham fosfat bor deyishingiz mumkin. Bu fosfat bu keyingi nukleotidga ulangan. O'shaning uchun bu yerda 4 ta nukleotid mavjud. Birinchi, ikkinchi, uchinchi hamda 4-chi nukleotid. Hop, 4 ta base pairimiz mavjud. Bundan tashqari 4 ta bizda sugar molekular mavjud. Bundan tashqari nechta fosfat desa, DNK da fosfatni topishimiz uchun bizda base'larimizdan ayiramiz ikkini. Base'imiz bizda 4 ta minus 2 hop bo'ladi. Bu 2 ta fosfat, ya'ni birinchi hamda ikkinchi. Bularni hisoblasak bo'lardi agar bu yerda ham bizda nukleotidlar bo'lsa. Umuman olganda bu nukleotidning tuzilishi nukleotidlar fosfat, sugar hamda nitrogenous base'lardan iborat. Xo'p. Savollarni ishlab qo'yishingiz mumkin. Rahmat, salomat bo'ling.